Yo, boshlig'im hali ishxonadaman ishlab o'tiribman. Jinniman, erta kundan uyga ketib, ertaga hisobotlar tayyorlab qo'yaman. Qaydan kelyapsiz, dada? Ha, ishdan kelyapman, qizim. Hop, ishdan bo'lsa, ishingiz nechida tugaydi? Ha, onasini emsin, jonim qizim. Chilik boqmasman, tupet kelib oladigan kelyapman-da ishdan. Mayli-yu, shu kunlarda yurishingiz umuman yoqmayapti-da. Cho'ttanito. Dadasi ovqat suzaman o'tiring. Yo, xonim to'q, ayas o'zlaring solavringlar. Nima qo'yingiz to'q? Kim to'ydiryapti qonni? Shuncha ovqatni kimga qildimmi? Eski gap. Ya, jinni emasmisanlar, ayasi? Pervaldagi postga o'xshaysanlar. Tergovchi emasmisan? Unisi qilsa bunisi, bunisi qilsa unisi. Yashayman men ham bu uyda kimman? Hep bilganingni qilib yashash o'zlaring. Shu dadangda bir gap bor-da, qizim. Alo Dildoraxon, uydaligimga sekin gapiryapman. Ertaga ishxonada ko'rishamiz. Bo'pti Dildoraxon, men ham. Onangni. Kim bu? Ha, ishxonadan telefon qilishdi qizim. Ayol kishini ovozi yo'q. Ha, senlar dastingni ayol kishi bilan ishlab bo'lmaydimi? Sekretarim bu men. Sekretarmi? Aya, sizga zo'r soqqolingiz chiqib qoldi. Rayhon? Qo'ying, odam Rayhon? deyapsiz. Qo'ying. Alo. Alo, qaydasiz, dada? Xonamdaman. Kim dadasi? Ha, qizing. Oldida gapirayotgan kim? Ha, ayang. Yolg'on gapirmang, qizimiz uxlayapti-yu. Ha, onasini emsin-a. O'zing rashksan, qizni ham shuna to'qib bergansan. Hey, halol yashaymanmi? Bir-biringdan ham rashk qilasanlarmi? Jinni bo'lib qolyapman. Yasha o'zing. Yasha. Tavba qildim. Qayerga ketyapsiz? Enangni yeriga ketyapman. Ochiq ko'zlarga ketyapman, o'lgan. Yuringlar bilan, chiroyli bo'lib o'lib olamiz. Kakalashib ishtacha gaplashib qo'yganman. Yonma-yon yotsak, bir-birimizdan rashk qilmaymizmi? Ay, yuringlar.